Shayton Odam alayhissalomning zamonidan tortib insonlarni haq yo'ldan yiroqlashtirish uchun qo'lidan kelganini qilib kelmoqda. Alloh taolo shaytonning odam bolalariga dushman ekanligini ta'kidlab, shaytonning izidan mangmanglar degan. Bo'libmi Odam alayhissalom bilan shaytonning orasida yuz bergan voqealarni ta'kidlab turib, shaytonning Odam alayhissalomning avlodlariga bo'lgan dushmanligi toki qiyomat kunigacha davom qildiganligini eskartib o'tgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: haqiqatan shayton va farishtaga odam bolalarining qalbini kontrol qilish iqtidori berilgan. Shaytonning ta'siri yomon ishlarga buyurish, haqni yolg'onga chiqarishga moyil. Farishtaning ta'siri bo'lsa yaxshi ishlarga buyurish va haqni tasdiqlashga moyildir. Farishta tarafidan bo'lgan ta'sirni ko'nglida his qilgan kishi buni Alloh tarafidan kelgan deb bilsin va Allohga hamd etsin. Shuningdek, ko'nglining yomon bir ish tarafga tortayotganligini his qilgan kishi Allohning dargohidan qo'g'langan shaytonning yomonligidan Allohga sig'inib panohlik tilasin. Shayton insonni o'lim kelganga qadar haqiqat yo'lidan ozdirishga tirishadi. Sakratlik vaqtda o'lim farishtalarining vazifasi bo'lganidek, shaytonning o'ziga tushliq vazifalari bo'ladi. Masalan, shayton har qanday bir kishining o'limidan xabardor bo'lib turadi. O'lim jarayoni moddiy va ma'naviy tashnoliq eng chekiga yetgan jarayon. İnson o'lib ketishdan bir qancha minut ilgari shunchalik usab ketadiki, ichi qiziqlikdan o'tdek bo'lib ketadi. Bu vaqtda hech kimdan so'mi so'rayolmaydi. Shayton fursatni ching tutib, har xil shaklga kirib, insonni iymondan chiqarishga tirishadi. Shayton qo'lida muzdek suvni tutib turib, chayqashga boshlaydi. İnson o'g'li uning kim ekanligini bilmaganlik uchun, "U so'g'uq suvdan menga basang bo'lamdi" deydi. Shayton bu fursatdan foydalanib, u kishidan olamlarning Rabbini inkor qilishni talab qiladi. Agar u kishining iymoni kuchli bo'lsa, bu koinotning yaratuvchisi faqat va faqat Allohdir deydi. Shayton ishining aplashmaganligini ko'rib, boshqa bir suratga o'zgarib, yana bir tarafga o'tdi-da, qo'lidagi muzdek suv bor stakonni chayqashga boshlaydi. Mo'min yanalam uning shayton ekanligini bilalaydi va "U suvdan menga ozroq basang bo'lamdi" deydi. Shayton berishni g'o beray. Ammo mencha haq din islom din emas. O'lib ketishdan avval shu dinga bir kirgan deydi. Alloh saqlasin. Agar kishi shaytonga aldinib iymondan chiqib ketgan bo'lsa, o'zini cheksiz bir falokatga atgan bo'ladi. Agar hayot vaqtida islomning shartlariga uyg'un bir shaklda yashagan bo'lsa, shaytonga aldinib uning digizishga tirishgan so'zlarini Allohning izni bilan demaydi. Allah qo'g'digan kishiga shayton qaysi tarafdan kelsin, ziyon yetkazmaydi. Sakratlik kishining o'lim vaqtidagi suvsizligidan qutulish uchun yenidagi kishilarning ozroq suv bilan eg'izini namlantirib, ichidagi haroratning pasayishiga yordam berishi va shaytonning yomonligidan qutulish uchun Allohga duo qilib turishi. Sakratlik kishiga kalima tavhid bilan kalima shahodatni talqin qilib turishi. Uningga iymonini kuchlantiradigan oxirat hayotini, o'limni va o'limdan keyin bo'ladigan hodisalarni o'z ichiga olgan oyat va surlarni o'qib berishi lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar sakratga tushib qolgan qarindishinglarga la ilaha illalloh kalimasini talqin qilib turinglar degan. Bu vaqtda Imom G'azali hazratlari shayton xohlagan kishining iymonini xohlagancha o'g'irlay oladigan o'g'ri emas deydi. Shaytonning oxirgi nafasda iymonni o'g'irlay olishi inson o'g'lining dunyo hayotida qilgan yomon amallarining natijasidir. Allohning adolatida shak yo'qdir. Odam bolasi dunyo hayotida shaytonga tashlab qo'yilishga loyiq bir hayot yashaganlik uchun Alloh sakratlik vaqtida uningdan rahmatini kesib, iymonini tortib oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sakratlik vaqtida: "Ey Alloh, sakratlik vaqtda shaytonning meni ozdirishidan sana sig'inib panoh tilayman" deb Allohga duo qilish orqali bizning Allohga qanday iltijo qilishimiz kerakligini ko'rsatib qo'ygan. İnson ruhi dunyo hayotida yashayotgan jarayonda har yili burunqi badanni tashlab yangi bir badanga o'tkaziladi. Bu jarayonlar faqat ajoyib bir san'at, hikmat, shafqat va rahmat ichida bo'ladi-ki, biz ruhimizning badandan badanga qanday o'tkazilganligini bilmay qolamiz. Xolos kalam, amaliyotda bizning nafas yeb turishimizmi badanimizning almashishiga yordam beradi. Tomoq yeyishimizning, suv ichishimizning,
Terlishimizning yana bir hikmatimi badanimizning almishishi uchundir. Ya'ni badanimizning yengilinib remont qilinishi uchundir. Amaliyotda badanimizdagi tangdoshsiz yengilinish va o'zgarishlar bizga oddiy bilinadigan ba'zi harakatlar bilan bo'ladi. Ruhimiz yillardan buyon belgilik vaqtlarda almashtirib kelayotgan badanni sakratlik vaqtda tuyuqsizlik tark etadi. Mana o'lim mushuningdan iboratdir. Ya'ni o'lim ruhning badanni tuyuqsiz tark etishidan iborat. Mundaqcha aytganda, ruhning qafasdan chiqib, erkin holda qolishi. Sakrat jarayonidagi talvilishib o'zini yo'qotish bo'lsa, ruhning badandan ayrilgan vaqtida his qilgan silkinish holati. Shuningdek, bu silkinish hamma odamda o'xshash bo'lmaydi. Agar u kishi Alloh rizosini hayotdagi nishoni qilib yashagan bo'lsa, sakratda silkinishi nihoyat yengil bo'ladi. Ammo u kishi shaytonga taslim qilinishga loyiq holda yashagan bo'lsa, sakratdagi silkinishi til bilan tasvirligi so'z darajada qattiq va dahshatli bo'ladi. Qani, suyimli payg'ambarimizning bu vaqtdagi ogohlantirishi quloq solaylik. Gunohlaringni azaytqinki, o'lim sana oson bo'lsin. Qarzlaringni azaytqinki, hur yashay olgin. Kambag'al kishiga yordam qilish insonni yomon o'limdan saqlab qoladi. Sakratlik vaqtda shaytonning iymonimizga ziyon yetkazmaslik uchun iymonimizni taxlidiy iymondan tahqiqiy iymonga yetkazishimiz lozim. Chunki taxlidiy iymonga sahib bo'lgan kishilarning e'tiqodi faqatlam aqlida bo'ladi. Qalb, his, ruh buningdan nasibasini ololmaydi. Bundaq ahvol ostida shayton nihoyat tezlam insonning aqliga singib kirib, uning iymoniga ziyon yetkazishi mumkin. Chunki shayton aqlga shubha tushiradi. Ammo tahqiqiy iymon faqatlam aqlda qolmaydi, balki aqldan muhalqib o'tib, qalb, ruh, vijdon, his tuyg'ularga singib ketgan bo'ladi. Shaytonning kuchi tahqiqiy iymonga hech qanday ziyon yetkazolmaydi va mushu orqali kishilarning iymoni saqlanib qoladi. Rabbimiz bizni dunyo hayotimizda va sakratlik vaqtimizda shaytonning yomonligidan saqlasin. Amin.